Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan nazariy mexanika fanida kinematika bo'limi birinchisi K1, ya'ni moddiy nuqtaning berilgan harakat tenglamasiga ko'ra uning tezlik va tezlanishlarini aniqlashga doir masalani ko'rib o'tamiz. Bizga bu yerda oddiy funksiya berilgan, ya'ni x va y bo'yicha, ya'ni x, y koordinatalari bo'yicha nuqtani harakatlanish, ya'ni vaqtga bog'liq harakatlanish tenglamasi berib qo'yilgan. Bunda siz bizdan so'rayotgan narsa aynan 1 sekund o'tgandan keyin uning tezlik va tezlanishini aniqlab bering deyapti, moddiy nuqtani. Biz endi t0 teng 0 deb turib o'zimiz kiritib olamiz, ya'ni u dastlab qaysi holatda bo'lgan, ya'ni uni trayektoriyasini chizayotganimizda bizga bu kerak bo'ladi. U dastlab qaysi holatda bo'lgan, keyin qaysi holatga ko'chib o'tgan. Buni bilishimiz uchun demak koordinatani aniqlab olishimiz kerak, ya'ni t0 da aynan bu x va y ning qiymati nechaga teng bo'lishini ko'ramiz. t0 da 0 -2. 0 dan 2 ni ayirsak, demak -2 ni beradi. Ya'ni bu yerga bilasiz x, bu yerga esa y joylashadi. Demak y qiymatimiz, ya'ni t0 da y'imiz 0 bersak 3 kara 0 0, 0 dan 1 ketsa -1. Tashqaridagi minus bilan bu plyusga aylanib ketadi va +1 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni u dastlab -2 1 nimada koordinatada turgan bo'lyapti. Endi 1 sekunddan keyin qaysi koordinataga ko'chib o'tganini aniqlaymiz. M1 deymizda nuqtamiz ko'chib o'tyapti 0 dan 1 ga, bir holatga. Demak, bunda 1 sekundda 1 ni olib borib qo'yaman. 1 ni kvadrati 1 ga teng va 1 dan 2 ketsa bu -1 ni beradi. Biz bu yerga -1 qiymatini yozib qo'yamiz. 3 kara 1 3, 3 dan 1 ketsa 2. Tashqaridagi minus bilan -2 ni beradi. Demak, koordinatasi -1 va -2 bo'lgan nuqtaga ko'chib o'tdi. Biz endi buni trayektoriyasini aniqlab olishimiz kerak. Trayektoriyasi nimadan iborat ekan? Uning uchun trayektoriya tenglamasini tuzib olamiz. Trayektoriya tenglamasi. Bu degani biz koordinata o'qida buni ifodalashimiz kerak. Bizga bu yerda demak nima ortiqchalik qilyapti? T ortiqchalik qilyapti. Ya'ni x ni y ga bog'lab olishimiz kerak. Nima orqali? T orqali. Bu yerda soddagina qilib aynan bu qismdan olib boraman. Bundan ko'ra bu bizga osonroq, bu yo'l osonroq. Ya'ni y dan t ni topib, bu t ni o'rniga borib qo'yib, x ni y ga bog'lab olsak qulayroq bo'ladi. Ya'ni y minusni bu tarafga o'tkazib yuboramiz va minus bu yoqdagi -1 bu yoqqa +1 bo'lib o'tadi. Mana bu yerdagi 3 ko'paytuvchi bu yoqqa bo'luvchi bo'lib o'tib, aynan t mana bu qiymatga teng ekanligi ko'rinib turibdi. Buni aynan bunga olib borib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni x barobar t ni o'rniga qiymatini olib borib qo'yadigan bo'lsak, x barobar bu yerda kvadrat bo'lgancha mana bu minuslar plyusga aylanib ketishini hisobga olgan holda y +1 ning kvadrati taqsim 9, ya'ni 3 ning kvadrati 9 -2 degan to'g'ri parabola tenglamasini hosil qilamiz. Ya'ni bu trayektoriyasi to'g'ri paraboladan iborat. Haqiqiy parabolamiz mana bunday ko'rinishda yoki bunday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri parabolada aynan 90 gradusga burilgan holati bo'ladi. Xo'p, trayektoriyani chizib olishimiz kerak. Biz qaraymiz. -2 dan 1 gacha 1 da turgan ekan, -1 dan -2 ga ko'chib o'tibdi. Demak, koordinatani aynan shunday tanlaysiz, aynan o'sha qismida tanlaysiz. Bizga kerak bo'ladi ko'proq minus taraf kerak bo'lgani uchun koordinatasini mana shunday qilib chizib olishimiz bizga qulay bo'ladi. X, y turgan edi. -2 da turgan edi. Bu +1 edi o'sha vaqtda. Mana bu yerda turgan edi. Mana bu M0 nuqtamiz. Endi -1 da -2 bo'lyapti. Mana -1 da -2 ga ko'chyapti. -1. Buni tutashtirib olsak, mana bu qiymat. Bu to'g'ri parabola. Uchi mana shu yerdan boshlangan, mana bunday to'g'ri parabola. Bu taraf ham bor, lekin bizga bu kerak emas. Chunki aynan mana shu shoxida harakatlanyapti. Ya'ni mana bu M1 mana bu yerga kelib qoldi. Aytyapti bizdan, bu nuqta mana bu yerda turuvdi. Mana shu holatga kelib qolganda buning tezlik va tezlanishini aniqlang, deyapti. Endi tezligini topamiz. Birinchi bo'lib tezligini aniqlab olamiz. Demak, tezligini aniqlashda buni
natijaviy tezligini aniqlashda biz tashkil etuvchilarini topib olsak, natijaviyni topish bizga juda ham qulay bo'ladi. Tashkil etuvchisi bu Vx va Vy, ya'ni x va y o'qi bo'yicha koordinatal, ya'ni mana shu koordinatalar bo'yicha tezliklarni aniqlab olamiz. Bunda x o'qidan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosil olganimiz qulayroq. Demak, mana bu bizda funksiya. Mana shundan aynan hosil olamiz. Vaqt bo'yicha darajasi 2. 2 oldiga tushadi. 2t. Mana bu konstant, ya'ni o'zgarmas son bo'lgani uchun uni hosilasi 0 ga teng bo'lib ketadi. Bizda t ni aytgan 1 sekundda deyilgan. Demak, o'sha t ni o'rniga 1 ni olib qo'yadigan bo'lsak, bu 2. Mana bu santimetrda berilgan bo'ladi bizga dastlab. Shuning uchun bu santimetr taqsim sekund bo'ladi. Endi y ni ham xuddi shunday qilib topib olamiz. Ya'ni y o'qi bo'yicha y o'qidan vaqt bo'yicha hosil olamiz. Demak, mana bu yerda bor 3t. 3t dan hosilamiz 3 ni beradi. Oldida minus bilan -3 santimetr taqsim sekundni beradi. To'la tezligimiz esa Pifagorga qo'yib topib olsak bo'ladi. Bu vx kvadrat plus vy kvadratdan ildiz chiqarganimizga teng bo'ladi. Bu esa bizda 3,6 santimetr taqsim sekundga teng. Mana bizning to'la tezligini topib oldik va biz belgilashimiz kerak koordinata o'qida. Demak, musbat, mana bu x o'qi bo'yicha qiymati musbat 2 chiqyapti. Musbat deganimiz, ya'ni o'q yo'nalishida 2 birlik o'ngga yuramiz deyapti. Bu vx ni qiymati. Vy minusdan chiqyapti, pastga 3 birlik pastga yuramiz. Bu vy bo'lyapti. Mana shuni aynan to'ldirib diagonal o'tqizsak, tashkil etuvchilarni to'ldirib diagonal o'tqizsak, bu to'la tezlikni beradi. Endi yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, mana shu to'la tezligimiz aynan mana shu trayektoriyamizga urinma bo'ylab yo'nalgan bo'lishi kerak. O'shanda demak biz to'g'ri hisoblagan bo'lamiz. Endi yo'nalishi ham xuddi shunga mos bo'lishi kerak, ya'niki bu dastlab 0 holati yuqorida edi, pastga qarab harakatlandim. Demak, uni yo'nalishi mana shu yo'nalishda. Demak, tezligi ham aynan shu yo'nalishda ketish kerak. Shunda siz to'g'ri hisoblayotgan bo'lasiz. Endi tezlanishini hisoblab olamiz. Tezlanish esa tezlanishda ham xuddi mana shu qiymatlardan, ya'ni mana shu usuldan foydalanishimiz mumkin. Bu degani tashkil etuvchilarni topib olib, x, y o'qi bo'yicha tashkil etuvchilarni topib olib, to'la tezlanishni topishimiz mumkin bo'ladi. To'la tezlanishda tashkil etuvchilarni topish uchun vaqt bo'yicha mana bu tezliklardan birinchi tartibli hosil olishimiz yetarli. X o'qi bo'yicha, demak, vx dan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosil olsak, bizda beradi 2t. 2t ni hosilasi bu 2 ga teng. 2 santimetr taqsim sekund kvadrat bo'ladi endi. Y o'qi bo'yicha ay teng dvy taqsim dt. Bu esa bu o'zgarmas son, to есть mana bu o'zgarmas son -3 bo'lgani uchun buni hosilasi bizda 0 ga teng. To'la tezlanishni ham topish xuddi shunday Pifagorga qo'yib topib olamiz, ya'ni ax kvadratga ay kvadratni qo'shib ildiz chiqarib olamiz. Bunda mana bu 0, mana bu 2 bo'lgani uchun to'g'ri 2 santimetr taqsim sekund kvadrat chiqadi. Mana shunday. Ana endi biz to'la tezlanishni aniqlab oldik. Buni egreligi mavjud. Ya'ni trayektoriyamiz egreligi mavjud. Bu holatda uni egrilik radiusini ham aniqlashimiz kerak. Xo'p, biz bunda to'la tezlanishni topishda yana bitta usuli bor. Bunda urinma tashkil etuvchi urinma va normal tezlanishlarni topish orqali ham uning to'la tezlanishini topishimiz mumkin bo'ladi. Bunda urinma tezlanishini topamiz. Urinma tezlanish, ya'ni a tangensial deb olamiz. Bunda ax vx ni ko'paytirilib ay vy bo'lingan to'la tezligiga. Buni modulga qo'yib olamiz, sababi yo'nalishi musbat chiqishi kerak, tangensial. Ya'ni o'zi tangensial tezlanish deganimiz aynan o'sha tezlikni, ya'ni urinmani ustidagi proyeksiyasi. Mana bu urinma tezligining ustidagi proyeksiyasi bu a tangensialni berish kerak degani bo'ladi. Xo'p,
bundan agar qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, o'rniga qo'yib olamiz. Bizda AX 2 edi. VX 2 edi. Bu 4 ni beradi. 2 ko'paytirilgan 2. Mana bu AY 0 bo'lgani uchun bu 0 bo'lib ketadi va V to'lamiz bizda 3,6 edi. Buni qiymatini hisoblab qo'yamiz. Bu 1 davrda 1. Biz uni ikkita virguldan keyin ikkita sonini olib qo'ysak ham yetadi. Sekund. Santimetr taqsim sekund kvadrat. Ana endi normal tezlanishni ham topishni xuddi shunday usuli bor. Yoki biz to'la tezlanishni topib olgandik, o'sha orqali A normal tezlanishni topsak, A to'ladan ayiramiz, A tangensialni kvadratini va undan ildiz chiqarib qo'yamiz. 4 dan 1,1 ni kvadratini ayirib ildiz chiqaramiz. Nima uchun 4 dan? Chunki mana bu 2 ni kvadrati 4 bo'ladi. Endi bu yerda aslida normal tezlanishni ham topishimiz zarurati, y radiusini ham topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Y radiusi bizda aynan v kvadrat taqsim a normalni beradi. Xo'p, endi bunda 4 dan 1,11 ni kvadratini ayiradigan bo'lsak va undan birato'la ildiz chiqaradigan bo'lsak, 1,66 demak santimetr taqsim sekund kvadratni beradi. Mana bu yerda demak v kvadratdan ni normalga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni 3,6 ni kvadratini bo'lamiz 1,66 ni kvadratiga. Bu yerda to есть kvadrati debman o'ziga. Bunda 7,8 santimetr chiqadi. Ya'ni buning aynan mana shu nuqtaning y radiusi 7,8 ga teng. Y radiusi degan aynan mana shu nuqta atrofida aylanaga to'ldiradigan bo'lsak, o'sha aylananing radiusi 7,8 santimetrni beradi degani. Ana endi mana shu yerda yana bitta tekshirish qilib qo'yishimiz mumkin o'zimiz uchun. Ya'ni A tangensial va A normal dedik. Normal deganimiz aynan markazga urinma, markazga intilma o'qimiz. Bu normal o'q. Urinma o'qimiz esa aynan mana shu v tezlik ustida bo'ladi. Mana bu tangensial o'q deb belgilab oladigan bo'lsak, biz topgan qiymatlarni o'shancha birlikda yuradigan bo'lsak, ya'ni musbat yo'nalishda ikkalasi ham musbat yo'nalishda chiqyapti. Aynan yuramiz. Bizda A to'lamiz 2 edi. Bu esa nima bo'yicha chiqdi? AX o'qi bo'yicha chiqdi. Bu aynan mana shu VX ni ustida ustimiz joylashgan bo'ladi. Agar ruchka bilan belgilaydigan bo'lsam, aniq shuni ustida yotibdi. Xo'p. Ana normalimiz bizda 1,66 birlik yuramiz. A tangensialimiz esa 1,1. Buni yana to'ldiradigan bo'lsak, uning o'sha diagonali A to'lani o'ziga teng bo'lib qolishi kerak. Mana bunimiz ko'rinish uchun ruchkada yozaman. A tangensial, mana bunimiz A normal. Ikkalasi uchun ham to'la tezlanish aynan mana shu A to'lani o'ziga teng bo'ladi. Bular yo'nalish bo'lgani uchun aynan vektor, demak vektor belgisini qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni vektor kattalik bo'lgani uchun.